Hürmetlik Müslümanlar, İslam o hayatımızın, mal mülkümüzün, zihnimizin, etiqadımızın ve evladımızın bexatarligiga kapolat qiladigan qoidalarni belgilaydi. U bizni bu yadroli qimmat qarashlarni qo'g'dashga buyuruydi. U bizning salomatligimizga xavf yetkazadigan, ruhiy tangpunligimizni buzadigan, mal mulkimizni isrof qiladigan va oilamizga ziyon soladigan har xil nachar odatlardan cheklaydi. Shunlashqa aroq ichish harom. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir hadisda mundaq bayon qilgan. Mast qiluvchi narsalarning hammasi aroq. Har qanday aroq harom. Hürmetli müminler, aroq Allah'ın qimmatli ne'matlaridan bo'lgan va insonga havola qilingan aql, ruh va badanni nobud qiladi. U halol yeyishga sarf qiladigan mol-mulkning isrof bo'lishini keltirib chiqaradi. Oilaning tinchligi, bolalarning umidi, yoshlarning kelgusi aroq sababidan qorong'u bo'lishidir. Yaxshilikning eshiklari taqilib qolganda yomonlikqa yo'llar ko'paydi. Do'stlik oxirlashganda dushmanlash kuchaydi. Her yili aroq ichish sababidan qatnash hodislarini o'z ichiga olgan minglagan qayg'uliq voqealar yuz beradi. Hammaga qodir Alloh Qur'oni Karimda sharob to'g'risida bizni tuvandikdek ogohlantirgan. Shayton aroq va qimor orqali oranglarda dushmanlik va adovat paydo qilishni hamda sizlarni Allohni aslash va duo qilishdan to'sishni xohlaydi. Endi voz kechdingiz, shundaqmi? Hurmatli musulmonlar, aqlimizni va irodamizni Alloh rozi bo'ladigan yaxshi ishlarda ishlataylik. Kishilarni mast qiladigan, bekorchilik va umidsizlik ittiradigan, kishilarni razil qiladigan ichimliklarga hargiz yo'l qo'ymaylik. Birlikda sog'lom, tinch va baxtli kelgusi barpo qilaylik.